Amerika Tashqi ishlar ministrligining 2019-yillik kishilik huquq dokumentida Xitoyning Uyg'ur ustidagi bostirishlari qattiq tanqid qilindi va Beijingga kishilik huquq tajovuzchiliklariga xotima berish chaqirig'i qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining har bir yil nashr qilinib kelgan kishilik huquq dokumentining 2019-yilligi e'lon qilindi. 199 davlatda o'rin berilgan dokumentda xususan Xitoy, Iran, Venezuela va Kubadagi kishilik huquq tajovuzchiliklari alohida ta'kidlangan. Xitoy kishilik huquq ahvolining nachar ekanligi ta'kidlangan dokumentda bo'libmi Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq tajovuzchiligi qattiq tanqid qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo dokument haqida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'urlar qamalgan yig'ilish lagerlarini tanqid qilib, Xitoy Kompartiyasining atalmish Xinjiang rayonidagi bostirishlari asrlik bir dog'dir dedi. Dünya bozorida koronavirusi vahimasi bag'ansiri kuchaymoqda. Pay bozori 2008-yildan buyangi eng nachar bir haftani boshdan kechirgan bo'lsa-mu, dollarning turk lirasiga bo'lgan almashtirish nisbati davomli o'rildi. Tunugun dunyo bozorida Osiyodan Amerikaga nurg'un almashtirishda ikki xillik tuvallash bo'ldi. Ko'rsatkichlarda 2008-yildagi pul muomala krizisidan buyangi haftalik eng nachar ahvol ko'rildi. Koronavirus yuqumi yer shari ta'minlash zanjirining qalaymiqonlashishini va sayohat cheklamasini keltirib chiqadi. Bozorda pay chekining shiddat bilan tuvallashini keltirib chiqadi. Xitoydan tarqalgan yangi tipdagi tojsimon virus bilan yuqumlanuvchilar soni dunyo miqyosida 134 mingdan oshib ketgan bo'lib, 5 mingdan ortiq odam hayotidan ayrildi. Koronavirusi yaqinda Yevropada ta'sirini ko'rsatishga boshladi. Virusning qachongacha tarqaldiganligi va davomlashadiganligi noma'lum bo'lg'achqa, yuqumning iqtisodiy oqibatini mo'ljarlash mutas. Tunugun Yevropa pay bozoridagi tuvallash Amerika prezidenti Donald Trumpning Yevropadan Amerikaga sayohat cheklamasi qo'yishi va Yevropa Markaziy bankisi ECBning o'sim tuvallashi natijasida ikki xillik songa yetdi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyda o'tirg'i chiqqan koronavirus sababidan mamlakatlik jiddiy ahvolning yuz berganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroyda Amerikadagi ta'siri kun sayin eshiyotgan Wuhan virusi to'g'risida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Amerikaning dastlabki tadbirlar sababidan virusning tarqalishining oldini olganligini ilgari surgan Trump Dünya Səhiyyə Təşkilatının virusning yangi krizis markazining Yevropa ekanligini e'lon qilganligini aytdi. Amerika prezidenti Trump mundaq dedi: "Men davlatlik jiddiy ahvol e'lon qilinganligini rasmiy jakkalayman. Bu intayin muhim so'z." Trump kelar hafta 1.400.000 odam bir oy ichida 5 million odam tekshiriladi dedi. Amerikadagi eng yangi uchurlarga asoslanganda koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni 1700 dan oshib ketgan. Qazo qilganlarning soni 41 ga yetgan. Türkiye qatnash va ul aslahalar ministri Jahid Turan koronavirusi ilmiy komitet yig'inidan keyin Yevropadagi 9 davlatga cheklama qo'yganligini e'lon qildi. Turan o'zlarining Xitoyda paydo bo'lgan koronavirusining oldini olish uchun tadbir qo'llanganligini bayon qilib bundoq dedi. Avstraliya transportida 3 fevraldan boshlab Xitoyda, 23 fevral Eronga, 29 fevraldan boshlab Iroq, Italiya va Koreyaga uchadigan aeroplanlarni chekladik. Bu davlatlardan davlatimizga uchadigan navbatchi aeroplanlar yo'q. Aeroplanlar faqat o'z fuqarolarini elib ketishga ruxsat qilinadi. Hozir Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Norvegiya, Daniya, Belgiya, Avstriya, Shvetsiya va Gollandiyaga uchadiganlar cheklandi. U 3-oyning 14-kuni atdigan soat 8 dan 17 aprelgacha barliq navbatchi aeroplanlar to'xtatiladi. Bu muddatni Səhiyyə ministrligining qarori bilan oldiga yoki keyniga suramiz. Yana bir tarafdan Səhiyyə ministri Faxriddin Koja Türkiyada koronavirusi bilan yuqumlanuvchilar sonining 5 ga chiqqanligini e'lon qildi.
Erdoğan, Merkel va Makronning ishtirok qilishi bilan İstanbulda o'tkazildiganligi e'lon qilingan yig'in koronavirusining tarqalishi sababidan telefon yig'ini orqali olib beriladi. Ko'chmanlar masalasini muzokara qilish uchun 17 mart seshanba İstanbulda o'tkazildiganligini e'lon qilgan Turkiya raisi Erdoğan, Germaniya bosh ministri Merkel va Fransiya prezidenti Makron koronavirus sababli yig'inni televiziya telefon yig'ini shaklida olib boradi. Yig'inda Idlib va atrofdagi to'qinishlar bilan birga ko'chmanlar masalasi va Yevropa ittifoqi Turkiya munosabatlari muzokara qilinadi. Koronavirusiga qarshi e'lingan tadbirlar doirasida Prezident Erdoğanning barliq programmalarining kechiktirilganligi e'lon qilingan edi.